Assalomu alaykum qadrdonlar. Endi PlayStation 4 11.02 обновление versiyasigacha Goldhand proshifkali bunaqa disklar kerak emas. Web brauzer orqali proshifka qilish mumkin. PlayStationda o'yinlari mana ko'ryapsizlar, qulib turibdi. Versiyasi ham sistema versiyasi ham mana 11.02. Endi shu versiyaga ham brauzer orqali proshifka chiqdi. Ko'rishlar mumkin. O'zi avtomatik proshifka qiladi. Bu mana Goldhand chiqdi. O'yinlar ham ochildi.